Ovozingizni tekshirmaymiz, biz bilimingizni tekshiramiz, keling. Unaqa savollar bermayman, bilmayman. Unaqa savollarni. Romb 5 burchakmi yoki 3 burchak? Burchak yo'qdir balki. Yo'q, parasati. Bitta 5 ta. To'rtta. Bilardim o'zi. To'ppa-to'g'ri. Nima, siz qiynashga keldi shekilli bor. Eng oddiy va oson savollarimdan bittasi edi. Uzun quloq gaplarga qaraganda Xalqaro Nordik universiteti talabalari juda ham kuchli bilimga ega. Bu yerda o'qiydigan talabalar turli sohalarda yetakchilardan hisoblanishar ekan. Bilaman, shubhalanyapsiz, men ham shubhalanyapman. Keling, yaxshisi buni tekshirib ko'rish uchun men ularga blitz savollarimni berib ko'raman. Yuqoridagi shov-shuvli gaplar qanchalik haqiqat yoki yolg'on ekanligini birgalikda tekshirib ko'ramiz. Unda biz boshladik. Nordik universitetida nafaqat aqlli, balki chiroyli bolalar ham bor ekan. Ko'ramiz aqli qanchalik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tozamisiz? Charchamayapsizmi? 5 minutga vaqtingiz olsak maylimi? Maylimi. Sizga savollarimiz bor. Qanaqa o'qigansiz o'zi, yaxshimi? Maktabda. Ha, maktabda. Bo'ladi o'rtacha. Universitetda qanaqa o'qiyapsiz? Universitetda shu o'rtacha, zo'r emas. Qo'ying-a. Nega zo'r emas? Vaqt kamda. Nega? Vaqtingizni nimaga sarflayapsiz? Syomkaga. Qanaqa? Model? Yo'q, aktyormiz. Unda aktyorlik qobiliyatlari bilan chiqib ketasiz vaziyatdan. Bilmadim, ko'ramiz. Mayli, unda savollarimizni boshlaymiz. Mana birinchi savolim. Trapetsiyada nechta burchak bor? Yo, esimdan chiqdi. Matematika o'qiganmisiz? 5 tami? 6 tami? Hal adashdingiz-ku. Burchak yo'qdir balki. 4 ta. To'ppa-to'g'ri. Mana bunday. Tushunmadim, nito ketdi hozir. Trapetsiya 4 ta. To'ppa-to'g'ri, nima ikkilanasiz? Bitta 5 ta. To'rtta. Bilardim o'zi. To'ppa-to'g'ri. Yo'q, 6 ta. 6 ta. Oxirgi javobingiz yo'q, 4 ta edi. 4 tami? Qaysi qit'ada daryolar umuman yo'q? Mana shu joyga tirib qo'yaverasiz, deyman. Hammasida bor, ma'lumcha. Bittasida yo'q. Xo'sh. Yo, bilmayman unaqa. Topolmadingizmi? Antarktida. Atlantikada. Topolmadingizmi? Yo'q, topolmadim. Antarktidada. O'qiganman dedimi? Geografiyani. Keyingi savolim. Kompas qayerda ixtiro qilingan? Voy, umuman bilmaydiganlar. Xitoy. To'ppa-to'g'ri. Kompas Xitoyda. Xitoydami? Voy, yangilik bo'ldi. Xitoyda. Kecha va kunduz asarning muallifi kim? Abdulla Qodiriy. Yo'q. Abdulla Qodiriy. Yo'q. Kecha va kunduz G'afur G'ulom. Kecha va kunduzning kunduz qismi qayda? Cho'lpon. Qoyil. Cho'lpon. Siz savollarimga javoblarni yodlab kelmaganmidingiz? Bilmasam ham bilaman. Cho'lpon edi. Bilmaysiz-a? Cho'lpon. Topolmadingizmi? Men o'zim aytaman, cho'lpon edi. Keyingi savolim, Monakoni poytaxti qayer? Nima, siz qiynashga keldi shekilli bor. Ketlaring, vashni to'lib ketdilaring. Bor, o'z yashaylu. Oddiy va oson savollarimdan bittasi edi. Mantiqan o'ylang. Ovozim bo'lgan. Bilmayman. Davlatni poytaxti deganda men sizga mantiqan o'ylang deyapman. Demak, qiyin emas. Monako. To'ppa-to'g'ri. Значит, Monakoni o'zi bo'ladimi? Monako edi poytaxti. Monakoni o'zi emasmi? O'zimi? O'zi. Monako. To'ppa-to'g'ri, Monakoni o'zi. Algebra faniga kim asos solgan? Biznikilardanmi? Buxoriy. Al-Xorazmiy. To'ppa-to'g'ri. Voy, nima edi? Xorazmiy. Al-Xorazmiy. To'ppa-to'g'ri. Al-Xorazmiy. Bilmasam, bo'lmasdan ekan. To'ppa-to'g'ri. Al-Xorazmiy. Keyingi savolim. Romb 5 burchakmi yoki 3 burchak? 5. Yaxshilab o'ylab ko'ring. 5 burchak. 4 burchak. To'ppa-to'g'ri. 4 burchak. 4 burchak? Ikkalasi ham emasmi? Qaysi? 4 burchak bo'ladi. Mana dez, to'rtta. 4 burchak emasmi? To'ppa-to'g'ri. Va nihoyat. Nima uchun aynan Nordik universitetini tanlagansiz? Chetga ketadigan programmalar bor. ++, 1+3, 2+2. Mana shu programmalar uchun kelganman asosan. O'zi bundan oldin ham harakat qilganman chetga ketishga, ishlarim o'xshamagan.
Bu yerda chetga chiqish imkoniyati yaxshi. O'zi talabalarga universitet tomonidan beriladigan imkoniyatlar rosa ko'p. Anaqa nima desam bo'ladi, boshqa universitetlarga o'xshab o'qish faqat ta'lim bilan yo'naltirilmaganda, misol uchun universitetda talabalarda bo'sh vaqti bormi, o'shandan unumli foydalanishga harakat qilishadi-da. Misol uchun har xil klublar bor, har xil loyihalar bor chetga chiqishga. Demak, imkoniyati juda ham ko'p. Shunday, universitetimizda imkoniyati zo'r. Ta'lim sifati qanaqa? Ta'lim sifati ham rosa yaxshi. Bizning universitetda ustozlar, tajribali ustozlar, hammasini bilimlari yaxshi. Agar misol uchun darsdan tashqari vaqtida ham nimadir borib so'rab borishlaring oldiga yordam berishadi-da, qo'ldan kelgancha. Ko'p institutlarda, universitetlarda yo'q. 2+2 ta'lim alamsi bor. Ya'ni bu qanaqa? Ya'ni 2 yil Toshkentda tanlashingizga qarab boshqa chet el davlati. Biz tanlaganimiz Finlandiya. Ya'ni 2 yil Toshkentda, 2 yil Finlandiyada o'qiymiz biz. Shunaqa qo'shma hamkorlik bo'yicha o'qiymiz. Endi bu yil 1-kurs. Xolos endi 3-kursdan Finlandiyada o'qishimiz kerak. Undan keyin work and travellar bor. Ustozlari juda zo'r. Siz bu haqda bunaqa imkoniyatlari borligini qayerda eshitdingiz? Kimdiringiz o'qiganmidi? Yo'q, meni bitta sinfdoshim bor edi. U sinfdoshim menga Norzikni topshiraman degan. Men ham topshiraman deganman. U topshirmasa men kirib ketib qolganman. Men o'zi niyatim boshqa keyingi yildan boshqa universitetga perevod qilaman deganim, shu 1 yil ichida jamoani ko'rib, kelgan o'qitilish ta'limda ko'rib, atmosfera zo'r. Men hech qayoqqa ketgim kelmayapti o'zi. Demak, shu yerda qolasiz. O'zi bu universitetda meni ayam o'qiganlar. Ular imtihonga topshirgani kelganda men ham qo'shilib kelganman. O'shanda bitta o'qituvchilarning muomalalari juda yoqqan. Keyin so'rab surishtirib, chetga o'qishga kirganman. Kirganimga hech afsuslanmayman. Talabalarga juda ham ko'p yordam berishadi. Har xil yo'nalishlarda o'zini sinab ko'rishi, maslahat berardim. Agar o'qiyman, bilim olaman desa, shu universitetga kirishim. Mana aziz kuzatuvchilar, Nordik universiteti talabalari bilan blitz savollarimizni o'tkazib oldik. Ko'rib turganingizdek, bu yerda qizlar ko'proq aqlli ekan. Bolalarga qaraganda bolalarni bilmadim, negadir hayajonlanishdimi menday chiroyli qizni ko'rib, balkim. Lekin umumiy olganda bilimlar yomon emas, maqtaganlaricha bor va qolaversa bu yerdagi talabalarni bu universitetga kirganliklaridan ko'ngillari juda ham to'q va men bundan juda ham xursandman. Sizchi, siz nechta savollarimizga to'g'ri javob bera oldingiz? Izohlarda yozib qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi blitzlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.